2 milyon 600 ming so'mlik xolodilnikni 1 milyon 300 ming so'mga qo'yib 1 milyon 300 ming so'm. 1 milyon 300 ming so'm. Endi qarang. 2 milyon so'mlik xolodilnikni 1 milyon so'm. 1 milyon so'm xolodilnik. 1 milyon so'm xolodilnik. 4 milyon so'mlik xolodilnikni 2 milyon so'mga qo'yib beraman. 2 milyon so'm xolodilnik. Shu videoni kommentariya sho'suna zo'rindan bir dana mant qozon, bir dana misrovka, bir dana pichoq naborini mutlaqo tegina sovg'a etamiz ag'a obunachilarimizga. Like bosganlar. Like bosadi, do'stlarga jo'natadi, kommentariya yozadi. Обязательно ishida 3 dana sovg'adan bir danasini ega bo'ladi. Yurtdoshlar shu videoga like bosinglar, bosingizlarmi? Kommentariya yozinglar. Qanchalik ko'p like bosib videomizga, qanchalik kommentariya yozsangiz, yutish imkoniyati shu darajada ko'p bo'ladi. Yana mant qozon, misrovka, xudo xolasa yana kuxunli nabo Getdi. Final aksiyaga startni berdik yurtdoshlar. 6 milyonlik xolodilnikni 3 milyon so'mga xarid etib ketasiz. 3 milyon so'm. 3 milyon so'm. 5 milyonlik xolodilnikni 2,5 milyon so'm. 2,5 milyon so'm. 10 milyonlik xolodilnikni 5 milyon so'm, 6 milyonlik xolodilnikni 3 milyon so'mga xarid etib ketasiz. Bizdan bir dana konditsioner xarid etasizlar, sizlarga mutlaqo tegina. Bir dana gaz plitasi, misrovkasi, xushtakchaniki, pichoq nabori teginga. Podarkasini. Televizori, pichoq nabori, misrovkasi, xushtakchaniki mutlaqo tegina bo'ladi. Besplatniy bo'ladi. Besplatniy. Avtomat kir mashina, yonida bir dana topasi, misrovkasi, pichoq nabori ham sovg'asina mutlaqo tegina bo'ladi. Bomkamda yurtdoshlarimiz, meni bo'yimdan baland sovg'alar ham sizlarga mutlaqo tegina. Ya'ni shu duxovkasi, multivarka, plisosi, termopoti, misrovkasi, so'kuvjimovka, kuxunli nabor teginga. Hammasi tegina bo'ladi. Bir dana konditsioner xarid etasizlar, yonida ish sovg'alari mutlaqo tegina bo'ladi. Pulim yo'q desang. Pulim yo'q degan yurtdoshlarimizga bir dana pasport bilan kelib turib, ishida ko'rib turgan podarkalar bilan olib ketsa bo'ladi. Ya'ni pasport bilan kelib, muddatli to'lov, yonida podarkalar bilan pulini bo'lib to'lasalar bo'ladi. Bo'lib to'lasa bo'ladi. Televizorlarimizda 1+1 aksiyasini sizlarga qo'yib beraman. Bizdan bir dana televizor xarid etasizlar, sizlarga bir dana televizor bonusidan qo'shib beriladi. Bir dana televizor olsalar, ikkinchisi tegingami? Ikkinchisi teginga. 1+1. 1+1. Bizning kanalga obuna bo'lib, like bosib kelgan yurtdoshlarimizga bir dana misrovkasi, bir dana pichoq nabori, dastavkisi, ustanovkisi, kranshtayndan qo'shib beriladi. Kranshtayn ham yonida teginga bo'ladi. Teginga bo'ladi. Bundan tashqari Spark uchun, Cobalt uchun biletini ham yozib beriladi. Bir dana avtomat kir mashina xarid etasizlar, narxlarni e'tibor beringlar. 3 milyon 500 gini 3 milyon so'mga qo'yib beramiz narxini. 3 milyon 600 gini 3 milyon 200 ming so'm. 4 milyonligini 3 milyon 600 ming so'm. Podarkasi qiziqmi? Podarkasini, plisosi, duxovkasi, mont qozoni, parovoy generator, termoxoti, sushilkasi, bir dana gladiniy doskasi. Sizni kanalingizga obuna bo'lib kelinglar. Bir dana misrovkasi, bir dana sifatizordan pichoq nabori. Bomkam degan yurtdoshlarimiz 3 milyonlik kir mashina olasiz. Sizlarga 1, 2, 3 milyon so'mlik voucher mutlaqo tegina qo'shib beriladi. 3 milyon so'mlik podarkasina bo'ladi. 3 milyon so'mlik podarkasina bo'ladi. Yurtdoshlar, opa-singillar, qo'rqmay to'yni boshlayveringlar, xudo xolasa. Bir dana avtomat kir mashina olasiz, qizingiz sepini to'yanasini premiumdan. Premiumdan bo'ladi. Yurtdoshlarimiz ham yetib turibdi. Shuncha podarkani nechun beribsiz? Qarang ag'a, bizning kanalga obuna bo'lib, videolarimizga like bosgan bo'lsa, ishida ko'rib turgan bir dana misrovka bilan bir dana pichoq naborini mutlaqo tegina qo'shib beramiz. Sovg'aga aloqasi yo'q. Podarkalardan tashqari podarka taqlab qo'yibmiz obunachilarimizga. Men masalan 600-700 ming so'mga bir dana plisos olsam. Plisos olsangiz ham bir dana misrovka bilan bir dana pichoq nabori amaliyotida kelib turib mutlaqo tegina olib ketaverasiz. Yonda qo'shib beramiz. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, sog'omon yuribsizlarmi? Xudo xohlasa, bugungi videomizda sizlarga To'rtko'ldagi maishiy texnika narxlarini qo'llangancha bilib berish maqsadida To'rtko'ldagi Diller 300 premium do'konini yetib kelamiz yurtdoshlar. Bugungi videomiz ko'pgina yurtdoshlar uchun manfaatli hamda foydali bo'ladi. Bitovoy texnika olaman deganlar uchun juda ham manfaatli video bo'ladi yurtdoshlar. Bilasizlar, Diller 300 do'konlarini tanlaganlar uchun yurtdoshlar bir dana Damas, bir dana Spark, bir dana Cobalt avtomobilini siz yurtdoshlarim uchun tekinga qo'yganlar. Kelasizlar maishiy texnika olasizlar, sizlarga bilet beriladi. Xudo xolasa hammangizga shunday mashinalar nasib etsin. Tez orada yana Cobaltni, Spark'ni g'oliplarini aniqlaymiz do'stlar. Bizning manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l shahrining Beruniy ko'chasida do'stlar. Bu yerdan kelsanglar, Beruniydan Urganch 50 kala Nukus tarafdan kelaverishda To'rtko'l jome masjidini qarshi oladi. Mulla Jumoy jome masjidini o'tganingizdan keyin To'rtko'l bozori. To'rtko'l bozorini kechib o'tasizlar. To'rtko'l bozorining eng oxirgi darvozasidan o'tasizlar. Chap qo'lingizda Shark do'konining yonida, Shark marketning yonginasida Diller 300 premium. Agarda gün chiqish tarafdan kelsanglar, yurtdoshlar To'piq qalamiz Kinsoy Markazavas tarafdan kelaverishda To'rtko'l televizorasi, To'rtko'l televizorasidan o'tib kelaverasizlar. To'rtko'l televizorasidan 2 svetofor o'tganingizdan keyin Ulluboq svetoforina, ikkinchi svetofor. Ulluboq svetoforini o'tasizlar, Ulluboq portdan o'ng qo'lingizda Diller 300 premium. Xudo xolasa Diller 300 premiumda zo'r aksiyalar o'tirib yurtdoshlar. Ekranda telefon nomerlarini ham qo'yib qo'yamiz. Shu Cobaltni izlab kelaverasizlar. Cobalt turibdi, ishni oldinda Diller 300 degan bemalol hammaga
Xudo xolasa manfaatli bo'ladigan aksiya bo'lib turibdi. Ichkariga giramiz, yangi yangiliklar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Dille 300 Premiumda zo'r yangiliklar bor. Yurtdoshlarimizdan unumli foydalanib turibdi. Assalomu alaykum. Asadbek, ishlar yaxshimi Qalmon aka? Shunday qilib olasiz. Xudo xolasa bugun Dille 300 ni Premium do'konida yetib keldik. Yurtdoshlarim uchun bitta bo'y olaman deylar uchun ichki yangiliklar bo'lib turibdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 4 yil bozor kanali obunachilari hamda Diller 300 maishiy texnika do'konimiz xaridorlari sog'mi-salomatmisizlar? Og'abek aka, yangilikni zo'rini aytganmiz. O'tgan aksiyani obunachilarimiz portlatib tashladi. Kommentariya shouini ham portlatib tashladilar. Xudo xolasa videoning oxirida kommentariya shou g'oliblarini aniqlaymiz, xudo xolasa. Endi qarang, sizni kanalingizga obuna bo'lib keladi. Bizani Diller 300 Premium kanaliga obuna bo'lib keladi. Sovg'an ham zo'rlarini taxlab qo'yganmiz. Lekin qarang, обязательно bir sharti bo'ladi. Shu videolarga bir dana like ni bosib kelish, обязательно bosib kelish shart. Endi qarang, maishiy texnikalarga keladigan bo'lsak, og'a xolodilniklarga nerealniy skidka aytganmiz. Kelib turib, birinchi xolodilniklardan boshlaylik. Degani, hozir avtomatik mashinalar sezoni boshlandi. Chunki to'y sezon boshlandi. Bugun ham eldindan o'zi narxlarni skidka etib, bonuslarni ham, sovg'alarni ham zo'r asib taxlab qo'yganmiz. Gap yo'q. Birinchi xolodilnikda katta yangilik aytganmiz. Qarang og'a, bizdan o'zingiz istalgan bir turdagi xolodilnikni xarid etasiz. Teng yarim narxida 50% voucher aksiyasida kelib turib xarid etib ketadi. 50%. Qarang, 3.200 ming so'm bo'lgan. Birinchi navbatda narxini tushirganmiz 2.600 ming so'm. 2.600 ming so'm. 2.600 ming so'mdan ham yonida 1.300 ming so'mlik o'zi yana xohlagan narsasini do'kondan mutlaqo tekin olib biladi. Xolodilnik istava 1.300 ming so'mga tushadi. 1.300 ming so'm. 1.300 ming so'm. Endi qarang. Inavida 2.800 ming so'm Royson kompaniyaning xolodilniki. Narxini 2 million so'mga tushirganmiz. 2 million so'mga tushirib turib, o'zi qarang. Endi 2 millionga tushdi, 50% voucherida 1 million so'mga tushib qoladi siz. Gap yo'q. 1 million so'mlik do'kondan o'zingiz xohlagan bir narsani mutlaqo tekin olishingiz mumkin. Istagan narsani olishi mumkin. Endi qarang, endi kattaroq xolodilnik olaman degan yurtdoshlarimizga 4 million 600 ming so'mdan narxini 4 million so'mga tushirganmiz. 4 million so'mga xarid etib turib, yonida 2 million so'mlik mutlaqo tegina xohlagan narsasini do'kondan olib biladi. Ya'ni yarım bahası voucher bo'ladi. Yarım bahası voucher bo'ladi, og'a. Endi qarang, men kattaroq xolodilnik olacakman uyima. Men uyima masalan bir ikki xolodilniklar sal kichkina bo'lib turibdi degan yurtdoshlarimiz ham katta xolodilniklarni skidka narxida 8 millionlik xolodilnikni 7,5 million so'mga xarid etadi. Yarı pulunu o'zi o'zidan qaytib beramiz, o'zi do'kondan xohlagan narsani xarid etib ketaveradi. Bu finalniy aksiyamiz bo'ladi xolodilniklar uchun. O'zi bu yanında ining avtomat kirmashinalarning sezoni, televizorlarning sezoni boshlanadi. Shuning uchun foydadan kechib zararga girib bo'lsam aksiya qo'yib berib turibmiz. Hisob. Foydalaninglar yurtdoshlar. Qarang endi, ina bu narxga qarang. Dual inverter, Artel kompaniya. Bo'yi 1.80 bo'ladi. Nofrost sistemada ishlaydi og'a. Nofrost sistemada. Воздушный. 3 konteynerli bo'ladi. Sifati zo'r, kачествоsi yaxshi bo'ladi, ko'rganlaringizdek. Narxi 6 million 500 ming so'm bo'lgan. 6 million so'mga tushirganmiz narxini. Skidkada 6 million so'mga. Skidkada 6 million so'mga. Siz kelib turib shu xolodilnikni teng yarim narxida 3 million so'mga xarid etib ketasiz. Yine yurtdoshlar 6 million so'm pul to'laysizlar, 3 million so'mni qo'lingizga qaytib beradi. Qaytib beramiz. Biz sizga voucher. Voucher. O'zi xohlagan narsani mutlaqo tekin olib qolasa konditsioner oladi. Qolasa konditsioner olsin. Konditsioner narxlari yozilib turibdi, hamma maishiy texnikalarimiz. Zo'r. Hisob. Endi qarang, bu yoqda inabeda Nofrost sistemada ishlaydigan Beston kompaniya o'tgan videomizda narxini 5.200 ming so'mga qo'yib berdik. Albatta. Bu safar narxini 5 million so'mga tushiramiz. 5 million. Beston kompaniya Nofrost sistemada ishlaydi, 3 konteynerli bo'ladi. Endi qarang, 5 million so'mga xarid etib turib, 2,5 million so'mga buni motorini sotmaydi bozorda. Bize dik xolodilnikini beramiz, 2,5 millionga do'kondan o'zi xohlagan narsani olsa bo'ladi. Haqiqatan ham 2,5 million so'm uni motorini ko'rsatmaydilar. Motorini ham ko'rsat. Endi qarang, og'a, ko'p masalan gelip turib yurtdoshlarimiz foydalanib turibdi. Endi 50% voucher aksiyamizda ko'pchilik odam negativ yozadi. Bu 50% aksiyada qo'yadi, yarı bahasini deydi, ikkinchi mahsulotini deydi, falon million üstüne qo'yib deydi, qimmat sotadi. Yo'q, unda emas og'a, keladi, qarang. Bozorda yana 2,5 million so'mga xarid etdi. Endi qarang, bozordagi eng narsa, bahasi ma'lum narsa Tefal 50 ming so'm. 2,5 million so'mga qolgan summasini hammasini tef olasiz. Masalan, shunday tushuntiraman. Bize ikinci mahsulot üstüne qo'yib qo'yganimiz yo'q.
Bunda koyup satıpan bu indi. Şunun için qarang, faydadan geçip zarara girip bozam degan aksiya 5 milyon so'mga xarid etsangiz 2,5 milyon so'm pul o'zingizga qaytarib beradi. Do'konda o'zingiz xohlagan narsani mutlaqo tegin olsa bo'ladi. Sezon tugashi munosabati bilan bo'lib Sezon tugashi bilan. Hozir gullar sovib ketadi, keyin xolodilnikni qo'ymoqdan ma'no yo'q qishda, to'g'rimi? Doğru, biz skladda qo'ygandan qarang, biz ham uni satib o'sha avtomatda katta partiya bosamiz, u narxi arzon bo'lib keladi bizlar avtomatda. Sezon nima ish texnikani Sezon nima ish texnikani olish kerak. Tugatish aksiyasi. Tugatish aksiyasi bo'ladi. Endi qarang, ina bu yerda qiziqi. Premier kompaniya bo'ladi. Ina bu 317 degan model, Liboyer bilan bahosini solishtirib kelaverasiz. Nofros sistemada ishlaydi. 6 milyon 900 ming so'm o'zi bizda arzon yeri bo'lgan. Lekin narxini o'zlarimiz skidga aytganmiz 6 milyon 300 ming so'm. 6 milyon 300 ga tushgan. 6 milyon 300 dan ham sizga 3 milyon 150 ming so'm pulni o'zingizga qaytib beramiz. Xohlagan narsani do'kondan mutlaqo tegin Hem skidga tushgan plus voucher bilan. Voucher bilan og'a. Endi qarang, bir gap bilan aytganda bizdan kelasizlar yurtdoshlar 10 millionlik xodimlikni 5 million so'm, 5 millionlikni 2,5 million so'm, 14 millionlik xodimlikni 7 million so'm. Teng yarim narxida xarid etib ketaverasiz. Bunaqa aksiyalar bo'lmagan. Bunday bo'lmagan 4 eshikli xolodilnik, ko'rsangiz bor, Zivler kompaniya narxi 8 milyon 500 ming so'm bo'lgan. 8 milyon so'mga tushgan. Ko'rsangiz bor, Zivler Nofros sistemada ishlaydi. Shkaf. Endi balandligi ham enam elli bo'ladi, balandligi ham katta bo'ladi. 4 million so'm. Qarang, 4 milyon 8 milyon to'laydi. 4 millionlik do'kondan o'zi xohlagan narsani olsa bo'ladi. Endi qarang, 4 million so'mga nima olishi mumkin? Masalan, bir qadar tushuntirgan yaxshi. Endi video sal cho'zilsa baribir obunachilarimiz qo'lida 4 million so'm puli bor. Havo. Endi birdana qarang, 4 milyon 300 ming so'mdan skidga tushgan bahosi 3 milyon 300 ming so'm. Konditsioner. 3 milyon 300 ming so'm oldi. Birdana konditsioner. Yanında ağa, ina beda ina sifati zo'rindan birdana plisosini oldi. Oho. Ina. Hem katta xolodilnik, katta ustolar do'stlar. Hem katta yanında xolodilnik. konditsioner plus Plisosi. plisosi. Ina. Gap yo'q. Bu haqiqiy skidga deyiladi ağa. Gelib turib foydalanishni maslahat beraman. Endi kichkina xolodilniklarimiz ham teng yarim narxida. O'sha siz qarang, 2 million so'm pul to'lab tursiz, 1 million so'm o'zingizga qaytarib berib turibdi. Misol. 1 million so'mga nima olsangiz bo'ladi. Endi ko'plar aytishi mumkin. Men 2 milyon so'm dedi, xarid etaman dedi. Ma dedi, vouchering kerakmi dedi. Voucher kerakmasa ham shu 2 milyon so'm. Sababi u 2 milyon so'm o'zi, asl narxi. Ma o'zini bahosini berdi obunachilarimiz zamonda. 2 milyon so'm o'zini bahosi. Yo'q, men voucherdan foydalanaman desa 2 milyon so'm oladi. O'zi xohlagan do'kondan 1 milyon so'mni xohlagan narsani besplatni olib biladi. Endi og'a bizani qarang. Do'kona kelib turib xolodilniklardan necha xolodilniking bor deb emas, gelip durup bizden necha xolodilniking yo'q deb savol berishi kerak. Endi bu yerda Besson kompaniya, Zivler kompaniya, Brando, Besson, belllar ham yayib tashlab ko'pmiz. O'sha do'konni sirtidan bir 6-7 dan xolodilnik o'sha ochilmay turibdi. O'sha beyona vitrina tarafiga sig'may turibdi. O'zingiz kelib turib eng arzon narxda, teng yarim narxida 50% voucherda xolodilnikdan xarid etib ketsangiz bo'ladi. O'sha final aksiya yurtdoshlar foydalanib qolinglar. Bu ishlab turgan aksiyalarimiz faqat sizlar uchun bo'ladi. Endi foydalanish kerak bo'lgani. Faqat foydalanish kerak. O'ylanib o'tiradigan yeri yo'q. Faqat foydalanish kerak. Men utilmadimmi, qimmat olib qo'ymadimmi, arzon olib qo'ymadim degan o'y xayol bo'lmaydi. Bunday bo'lmasligi kerak. Ina bunga qarang, og'a, ina gigant xolodilnik, Beston kompaniyasi Liboyer bilan baholarni solishtirib kelaversin. Ishlarini ko'rsin. Katta bo'ladi ekan. Katta ina ofisi hajmi bir yoki selig yetadi. Narxini qarang, 9 million so'm bo'lgan. 8 milyon 800 ming so'mga narxini tushirganmiz. Skidga. 4 milyon 400 ming so'm yanında xohlagan narsasini mutlaqo tekin olib beradi. 4 milyon 400 ga tushib turibdi. 4 milyon 400 ming so'm. Nofros ağa, endi buni kattaligini endi kamera ko'rsatib berib turibdi, bilmayman, lekin kelib ko'rsa ağa, xohlagan adam olib ketaveradi. Bozordan masalan eng oddiy nofroslar ham masalan 5 milyon 200 ming sotib o'tiribdilar. Men 4 milyon 400 ga Beston berib turibdilar. Qaranglar 80 bormi yeni? Yeni 80? Yeni 80. Yeni 80. Görgəninizdir. Endi bundan başqa xolodilniklərimiz ham 50% teng yarim narxında aksiya turibdi. Bemalol kelaverasiz yurtdoshlar. Endi ağa qarang, ko'pchilik aytadi, morozinliklar ham deydi, 50% voucher aksiyasi amal etam. Eldan aytib ketgan yaxshi, sababi bizani butun O'zbekiston ko'rib turibdi. Bu yandan Gurlan, Xazariz, Bog'ot, hamma odamlar kelib turibdi. Qo'shko'pir. Endi bularda skidga etib qo'yganmiz o'zining narxlaridan. Yanında plus sovg'alari bo'ladi. Ağa yana bir narsa aytib o'tish yoddan chiqibdi. Bizani kanala abone bo'lib keladilar, like bosadilar, sizni kanalga abone bo'lib keladilar. Zo'rundan sovg'a tayyorlab qo'yganmiz. Qarang. Ina bu hozir voucher dedingiz. Voucher. Endi bundan tashqari podarki. Bundan tashqari podarki. Ina bu yerda inang 8 milyon 800 dan 4 milyon 400 ga tushdi. 4 milyon 400 ga o'zi xohlagan narsani do'kondan mutlaqo tekin oladi.
Hala 1 milyonluktan 4 tane narsa alamı. Aman. Hala 4 milyonluktan 1 tane narsa alamı. Hala yan narsasini aladı. İndi qarang, sizni kanalınıza abone bo'lib kelsa, bir dana sifati zo'rdan Misropkini taklab ko'pmiz ağa. Обязательно abone bo'lib kelishi shart. Yine. Bizlere görüşü gerek. Şu videoga bir tane like'ını basadı. İnşöyle görüp duran bıçakına vuram. Mutlaka tekine koşup vermeli. İkisinden doğru mu? İkisinden koşup veremiz ağa. Mesela yarı bakasında voucher'den taskarı bu. Taskarı bu. Taskarı. Yine bir zayıf geçiş gerek. Bizeden gelip durup fakat 5 gün davamında 10 Ağustos'ta din bolup ötedi aksiyamız. İdi bir gün çıkardı kulak aksiyamız. Duhup calamı, plisos alamı, sizi kanalınıza açıp gelişi gerek. Hepsi 4 yıl pazardan görüp geldim. Esat Bek iminli seni izlep geldim der. Bir tane mikrovolnup calamı, duhup calamı, plisos alamı. Plisosun en arzan yeri işittiğiniz 600 bin soma. Avan. 600 bin soma bir tane plisos halit etip durubam. Yanında bir tane misropki, bir tane bıçakla bunu mutlaka tekin alışlarız mümkün. Toçka koydunuz doğru mu ya? Negatifçiler. Negatifçiler ağa üstüne koyat degenlersen yine toçki. Misropkini bazardaki narxını sorasın, bıçakla bazardaki narxını sorasın, plisosunu sorasın ben aytıp durgan bakalım. Azı bu neyse şimdi tekin botu. Şunu alaman desem azı 500-600 bin son 500-600 bin son çıkardı. Haqlan bir plisosunu alamı, duxopkini alamı, pul avtomatını alamı. Qarang, aladığım məhsulatlarının savğasını aladı. Ondan taşqarı bu rəğbətləndirir sizi abunacılarız ağa. Yurttaşda pulunu mindib qoydu podarkini deyərlər üçün atvetini zor oldu. Atvetini zor olub durubdu. İndi qarang, bir yan tərəfdə gaz plitələrimizdən var. Gaz plitələrin narxlarını keskin sındırğanmız. İnşödə inən qarang. 2 milyondan satılgan gaz plitenin narxını 1 milyon 800 bin soma düşürüp veremem. Avan. Düşürüp veremem degende yanında savgasından koyup verem ağa. Podar kesen mi? Podar kesen var. İndi başta narx kızık koymagan. Narxlarını bir qatar aytıp ötüp 1 milyon 800. 1 milyon 800 bin som. 2 milyon 500 bin som. 2 milyon 800 deki. Yine bir de ziflerini yine bir varyantı boladı. Üstü gaz. Yine üstü çuğun varyantı. Narxı 2 milyon 900 bin som bakan. Narxını 2 milyon 600 bin soma koyup 2 verem. milyon 600 bin son oyna yurttaşda. Zor. Karan, Nerzavike, turbo konforkeli, üstü çuğun, üstü pesi gaz, spiçkesi batırı. Şimdi savgası kızık. Savgasına karan. Padar kesen böyle. Padar kesen bağla. Bir tane tapası, lağman tapası, kette boladı. Bir tane kuştek çayniki, bir tane sifati zorundan çöp biri. Dini limon çayniki. Tekinge. Tekinge. Yana aytkan diyağa gaz plitege işi savgalı əməl etədir. Şu videoya like basın Esat Bey. Seni izlep geldik yine Xarəzmdən geldik. Karakalpaklı başka tümenden geldik desin ki şu 2 sen padar. İşi 2 sen padar gel. Şimdi bu ya 2,5 milyon mu? En yazanı 1 milyon 800'den sen fark yok. Farkı yok. Haqlanmırsan. Şərti yok. Yok, indi nəsə yok. Gələdi özü haqlanmır, qaz pliti anladı. Haqlağan inşödə görüb durğan savğalarını koşub verəmiz. İndi qaran. Yine bir savol oluşu mümkün. Ben dedi 1 milyon 802 emez. Mesela 1 milyon 802 şəraitine doğru gəlmədi. Mesela bir yan tərəfdə 4 milyon açab olan qaz plitələrimiz var. Hər xil variant. Ben 4 milyonluğunu asam dedim. Bana dedi kətdə televizor koşub ver. Yok siz sıra. Siz sifətə buldurab durubsuz. Bu sizə rəğbətləndirir. İnşədə görüb durğan savğaları sizi rəğbətləndirir üçün koşub verib durğan nərsə. Bu bizlərə abunə bolğanınız üçün. Bu padarki qaz plitənin üstünə minib durğan yox deyib durub ona düşündürüb verəmiz. Bu dəqiqəni siz sifətə bul töləyirsiniz. Qaysı bir qaz plitəni xarid etsəysəm, inşədə görüb durğan savğaları mutlaka tekinə koşub verədir. İndi qarang, köplü aytadı, mən bir 5 gözlü qazlarını yakında bir video görüp kaldık. 5,5 milyon son bize optum yerimiz, optum tarqatamız, dükançılar bolsan bemalal gələrsə deyə videonu görüp kaldık. Bize de qarang, narxı 5,5 milyon son boğan qaz plitən narxını 5 milyon 100 bin sona koyup verəmə. Bu 5 gözlü turbo konforkeli, qarang, spiçkəsi en full variantlarından boladı. Bu 5 gözlü 90'lık boladı qaz plitən. 5 milyon 100 bin sona xarid etib durup, yanında inşədə görüb durğan qarang, tapası, kuştek caneki, yine bir de çok biri limon çayneki sizi kanalınıza abone olup gelirler. Bir tane misrofkesi bile, bir tane bıçakla boru, dastavkisi, ustonovkisi. İndi qarang, maşin için 2 tane bileti, bir spark, bir dama ne için? Cobalt için. İndi bunday teklif ağa fakat diller üçün premiumda boladı. Yurttaşlar yine aytışlardan çıktı, sıqda girməslərini aytıb ötüb getdik. Cobalt koyulgan yurttaşı, spark koyulgan, damaz koyulgan. Damazın qalıbını anıqladık. Damazı anıqladık. Spark bilen Cobalt kaldı. Spark'ın Cobalt. Ucu nənəm ağa Spark'dan sentyabr ayında hem skitkede alt dostlar, hem podarkələrimdə alt dostlar, hem yurttaşlar yine size maşın uçuş imkaniyatı. Maşın uçuşam. Ağa qarang, nişətsəydən bu kalkulatora doğru gəlməydi aksiya, bu fakat diller 300 premiumda boladı yurttaşlar. Bemalal gələ verəsilər. İndi ağa bir anda kondisionerlarımıza gələn olmasa, kondisionerlarımız ama narxını keskin sındırğanmız. 4 milyon 300'lükini 3 milyon 300 bin soma, 4 milyon 500'lükini 3,5 milyon soma, 4 milyon 400'lükini 3 milyon 400 bin soma. Skitkede durğan modellarımız yine gəlib durub bemalal xarid etib getsək nə boladı. İndi qarang ağa,
Bana telli konditsioner gerek. Erten mesela ucu bir anda yazımız ötüp kaldı. Erten kış tamağı kızdırışı gerek. Telli konditsioner xarid etemendeki yurttaşlarımıza DC inverter boğan, Avukma brendi, sifati zor model boladı. Aman. Narxı 5 milyon 500 bin so'm koyganmiz siz kanalınızda. 5 milyon 200 bin so'm koyganmiz. Narxını 5 milyon so'ma koyup berem. 5 milyon so'm. 5 milyon so'ma. Yine. Endi qarang, inabida Avalon brendi bor. Brussel degan modeli bo'ladi. Narxi 6 milyon 500, 6 milyon 800 minggacha sotilgan. Narxini 5 milyon 500 bin so'mga qo'yib beraman. 5 milyon 500. 5 milyon 500 bin so'mga. Endi qarang, podarkasini e'tibor bering. Podarkasi ham bor. Ağa podarkasi ham bor. Ishida ko'rib turgan bir dana gaz plitasi, yanında bir dana misrovkasi, xushtak chayniki, bir dana sifati zo'rindan pichoq nabori. Tekinga bo'ladi. Tekinga. Birinchi varianti. Ikkinchi variantga keladigan bo'lsak, televizori, bir dana pichoq nabori, undan tashqari misrovkasi, xushtak chayniki. Ikkinchisi Podarkasini. Podarkasini. Hisob. Üçüncü variantı avtomat kir mashina ishida ko'rib turgan sovg'alari mutlaqo tegina. Men bo'lak chiqdim ekan, ma taklifni zo'rini ber. Toza xo'jalikmi? Men toza xo'jalikman. Men bir dana konditsioner olib turib, men duxovka olasım yo'q, plysos olasım yo'q, masalan termoxod olasım yo'q degan yurtdoshlarimiz o'ylagan holatda ishida ko'rib turgan meni bo'yimdan baland sovg'alar hammasi ichida mutlaqo tegina kirib Bir ketadi. dana konditsioner olasizlar, podarkasini duxovka, multivarka o'zini chaqli ovqat pishirib beradi yurtdoshlar. Ina plysosi, termoxod, misrovka, so'quvchi ina. Ina kuxonniy nabor tekinga bo'ladi. Tekinga bo'ladi. Og'a, mashina uchun 2 dana bileti, dastavkisi, ustanovkisi ham mutlaqo tegina bo'ladi. No kerak, olish kerak bu. Olish kerak. Endi qarang, ko'plar masalan savol berishi mumkin. Ukam, meni oyligim 15 dan keyin tushadi. Sen aksiyani 10 dan keyin qo'yibsan degan yurtdoshlarimiz ham kelib turib bir dana pasport bilan o'zingiz istalgan bir maishiy texnikadan kelib turib, ishida ko'rib turgan sovg'alari bilan xarid etib ketsanglar bo'ladi. Ya'ni muddatli to'lovdan muddatli to'lov 6 oy, 12 oy, 3 oy degan bo'lgan muddat to'lovdan xarid etib ketsa bo'ladi. Yurtdoshlar, bir dana pasport bilan kelasizlar, plastik ham shart emas. Plastik ham shart Ichida emas. ishlashingiz ham shart emas, abort ham shart emas. Shu O'zbekiston Respublikasining fuqarolik pasporti bo'lsa bo'ldi. Bo'lsa bo'ldi. Mitdan Xohlam qarzi bir maishiy texnikani yonida podarkalari bilan muddatli to'lov olsa bo'ladi. muddat to'lov olsa bo'ladi. Mitdan qarzi bo'lmasa bo'ldi. Bir sharti shu. Ya, zapretda bo'lmasa. Zapretda bo'lmasa bo'ldi. Endi qarang, 18 sikning narxlari qiziq. Premier kompaniyasi R410 Freon'da ishlaydigan varianti narxi 7,5 milyon so'm, 7 milyon 800 ming so'm sotilib o'tiribdi ekan. Endi qarang, narxini 6,5 milyon so'mga qo'yib beraman. 6,5 milyon. 6,5 milyon so'm. Premier brend. Endi qarang, inabeda Avangard brendi bor. 6 milyon 800, 7,5 milyoncha sotilib o'tiribdi. Narxini ham, bunam narxini 6 milyon 500 ming so'mga qo'yib beraman. 6,5 milyon. Endi qarang, har xil turdagi brendi bor. Citronic deymi, 7H deymi, Rolls deymi, Media deymi, Hoffman deymi, xohlam bir brenddagi premium brenddagi xohlam bir konditsionerni xarid etadi. Yonida ishida ko'rib turgan sovg'alari mutlaqo tegina bo'ladi. Podarkasi. Podarkasi. Endi qarang, 24 lik konditsionerlar ham har xil vibori bor. Arctic deymi, 7H deymi, Media deymi, o'zi istalgan bir turdagi kelib turib konditsionerni xarid etadi. 24 lik olami, masalan, Stenli variant olami, Kalyonni variant olami, 12 lik olami, xohlam bir brenddan xarid etib turib, ishida ko'rib turgan sovg'alari mutlaqo tegina bo'ladi. Besplatniy bo'ladi. Besplatniy. Endi ko'pchilik odam bizlarga yozibdi-da, pol avtomatlari aksiya qo'yib bermay turibsizlar. Уже 4-5 video bo'ldi, pol avtomatlari aksiya kutib turibmiz. Faqat avtomat kir mashinalarni obzor etib turibsizlar degan yurtdoshlarimiz ham bo'ldi. Endi shularni o'ylagan holatda pol avtomatlar ham narxlarini skidga etib beramiz. Plus yanında sovg'alari bilan. Qarang, 1 milyon 500 ming so'm sotilgan Voltoni 7 kiloligini narxini 1 milyon 100 ming so'mga qo'yib 1 beramiz. milyon 100 ming 1 milyon 100 ming so'm. Vesta kompaniya 6,5 kilolik mexanizmni ishlangan varianti, sifati zo'r bo'ladi. 1 milyon 600 mingdan sotib o'tiblar, narxini 1 milyon 200 ming so'mga qo'yib beramiz. 1 milyon 200 ming so'm Vesta yarim avtomati. O'zingiz xohlagan bir pol avtomatni xarid etasiz. 10 kilogacha bo'lgan, har xil vibori bor edi. Kelib turib, xarid etib turib, yanında og'a, yana aytganimizdek, videomizga like bosib, bizlarga obuna bo'lib kelgan yurtdoshlarimizga bir dana misrovkasi bilan bir dana pichoq naborini shunday ichidan qo'shib beramiz. Podarkasini. Enak. Agar qarang, yana bir vibor aytamiz. Agar pol avtomat faqat meni uyimda uka bu narsam bor edi degan yurtdoshlarimizga bir dana dazmoli, bir dana sushilkasi, bir dana gladiniy doskasini qo'shib beraman. Bir pol avtomat. 2 kuni beradilar, ham gladiniy doska, ham sushilkasini ham. Ham sushilkasini ham beraman. Faqat pol avtomat enaga. Gap yo'q. Yine. No kerak bo'lsa shuni berib tursiz. Xohlam bir. Endi qarang, og'a 12 lik viborlardan masalan faqat Ario ya bo'lmasa Shivakini ko'rsating degan yurtdoshlarimizga bizlardan kelib turib, o'zingiz istalgan bir turdagi eng full variantda taxlab qo'yibmiz. Qarang, Outfit deysizmi, Zifler deysizmi, Rolls deysizmi, bu yoqda yana 7H deysizmi, Besson deysizmi, Immer deysizmi, xohlam bir brendda. Yana qarang, brend deganda ko'pchilik odam endi xato tushunib o'tdi. Zifler brendini men Polonyada ko'rib keldim, sizlarda Palazzo ekan dedi.
Bizde ziflerin 3 milyon 400 iken var. Evet. Kımmat variantdan var. Ortaça variantdan var. Yani aytkanım ziflerini 1, 2, yine 3, yine bir de 4. variantdan var. Tamam. 4 Artel'den variantı boladı. Artel'den variantı boladı. Şivakinem, İmmernem. Eğer baha salıştıraman degen yurttaşlarımız bizlere karan. İna bu brend emas, markasini görüp gelingler. Kodunu görüp gelingler. En arzan yerinden hem sıra arzan etip yanında plus sovg'alari bilan taqlab beramiz. Lütfü modelini görüp gelin. Modelini. Görsengler, shunday Ava. arzon deyip beradi. Bemalol kelaverasizlar. Gap yo'q. Endi konditsionerlarimizdan bo'lib turgan aksiyalarni qisqacha tushuntirdik. Video cho'zilib ketsa endi odamlar vaqtini o'g'irlab qo'yamiz. Endi bu yandagi avtomat kir mashina уже sezon boshlandi. To'ychilar. Skidkani zo'rini aytib beramiz. Endi qarang. Ujada ko'rib turgan Hantaji brendi bo'ladi. Hantaji. 7 kilolik bo'ladi. Narxi 3 milyon 500 ming so'm bo'lgan, 3 million so'mga qo'yib beramiz. 3 million so'm. 3 million so'm. Media kompaniyasi Xo'p, endi sifati zo'r bo'ladi. 4 million 400 ga 4 million so'mga tushib turibdi. Endi qarang. 3 million 600 ga 3 million 200 ming so'mga tushib turibdi. 4 millionlik 3 million 600 ga tushib turibdi. 3 million 600 ming so'm. Endi hammasida baho yozilib turibdi. Kelib turib, shu yozilgan narxdan skidga bo'lgan narxdan xarid edasizlar. Yanında sizlere mutlaka tegene bir tane termoxoti, bir tane parovoy generatori, ichida ko'rib turgan mont kazanınız, bir tane duxovkangiz, pilisosingiz. Sizni kanalingizga obuna bo'lib, like bosib kelsa, bir tane gladiniy doski, bir tane sushilkasi sifati zo'rindan bo'ladi. Endi bizani ko'rib, bizani kanallarga obuna bo'lib, like bosib kelganlar, yana aytgandek, misrovkasi bilan pichoqlab boram, mutlaka tegena bo'ladi. Mashinalar uchun bilet ham yozib. Mashinalar uchun bilet ham bo'ladi. Endi qarang. Hozir men bir qator narxlarni oldi ko'rib chiqdim, lekin brendlarini aytmadim. LG brendi. Narxi 4 million 900 ming so'm bo'lgan. 4 million 600 ming so'mga tushib turibdi. 4 million 600 olib turib ham yanında shunchalik podarkini mutlaka tekin olishlaringiz mumkin. Hisob. Hoffman brendi 4 million 800 ga 4 million so'mga tushib turibdi. Loretto brendi 4 million 500 ga 3 million 900 ming so'mga tushib turibdi. Endi kattaroq kir mashina olaman degan yurtdoshlarimiz 8 kilolik kir mashinalarimiz 4 million 200 ga 3 million 600 ming so'm og'a. Görgenlerinizde hemen skidken arttı. TCL brendi 5 milyon 400 ki 4 milyon 400 ming so'm skidkada. O'zingiz qarang, xohlam bir brendni ko'rasiz, narxini kelishasiz, eng arzon narxda sizga taqlab beramiz. Yanında ishida ko'rib turgan bonuslari sizlere mutlaka tegina bo'ladi. Podarkasini. Dostavkisi ham ichida. Dostavkisi ham ichida bo'ladi, ustunovkisi ham ichida bo'ladi, mashina uchun 2 dona bilet ham ichida bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar. Zo'r. Endi ağa avtomat kir mashinani aytdik, xolodilnikni aytdik, konditsionerni aytdik, hamma kutgan kun keldi. Xudo xolasa televizorlarimizda 1+1 aksiyasi boshlandi. Startni berdik. Sezon tanlamas maishiy texnika. Sezon tanlamas. Endi qarang, bu yerda 43lik televizorlarimiz, bu yerda 32lik televizorlarimiz. 32lik televizorni xarid etib turib ham narxlari 1 million 200 ming so'mdan boshlanadi. Shivaki brendi bor, Artel brendi bor. O'zingiz xohlagan bir brenddan xarid etib turib, yana aytganimdek, hech qanday aloqasi yo'q. Misrovka bilan yanında ishida ko'rib turgan pichoq navorini sizlarga mutlaka tekina qo'shib beriladi. Tekina. Agarda 43lik televizor xarid etaman degan yurtdoshlarimiz endi televizorni oladigan yeri kelib turib usbit etib qolinglar 5 kun davomida. Inabedening bir o'g'illik Goldstar kompaniyasi bor, Elita kompaniyasi bor. Narxlari endi qarang. Men mesela her videoda 2 milyon 200, 2 milyon 500 dedim. Endi qarang, 2 milyon 800'likini alıp görsün. Premium. 2 milyon 800 ming. 2 milyon 800 mingniki. Xolasa 2,5 milyonlik varianti bor. Xohlagan bir brendda endi 2 milyon 800'lik chala kalkulyatorda size hisoblab ko'rsatib beraman. 2 milyon 800 ming so'm bir dana 1.10'lik televizorni xarid etdi. Yanında bir dana 32'lik televizor ağa mutlaka tekine qo'shib Podarkasini. Podarkasini ağa. Yana aytganda hech qanday aloqasi yo'q. Televizorning yanında ishida ko'rib turgan 2 tane sovg'anam içinde bonus. O'zi bir dana televizor olib turibsizlar. Yonida yana televizor qo'shib berib turibdilar. İnabı bizlere abone bo'lib, like bosib kelgan uchun eminli 2 tane podarkasi bo'ladi. Hisob, bunaqasi bo'lmaydi. Endi 50 dyumlik televizorlarning narxlari qiziq. 50 dyumlik televizorlarning narxi 3,5 million so'm. 3,5 million so'mdan boshlab turib 5,5 milliongacha bo'ladi. Xohlagan bir televizorni xarid etadi, Samsung brendi bo'ladi. Istaganni xarid etadi. Yanında 1 metrlik televizori plus yanında ishida ko'rib turgan sovg'alar mutlaka tekin bo'ladi. Hisob zo'r. Endi mashina uchun bilet ham bo'ladi. Endi ağa qarang, 3,5 million so'mga bir dana televizor olsa, bir televizor qo'shib bersak, yanında inabı obuna bo'lib kelgani uchun like bosgani uchun 2 sovg'asini bersak. Yine aksiyamiz zo'r. Dastavkisini aytib bersak, ustunovkisini aytib bersak, mashina uchun biletini yozib bersak. Bunday taklif ağa faqat Diller 300 Premiumda bo'ladi. Bemalol kelaverasiz yurtdoshlar. Diller 300 Premium. Agarda 55lik televizor olaman deb o'tirgan yurtdoshlarimiz
Endi aniq size 55'lik televizorunu satamanız ağa. Yine. Qarang, 55'lik televizorlarımızın narxlari 4 milyon 800, 4 milyon 900 ming so'mdan satilgan televizorni narxini 4 milyon 100 ming so'mga qo'yib beraman. 4 milyon 100. 4 milyon 100 ga xarid etib turib, yanında 1.10 dyumlik televizorni xarid etasiz. Mutlaka tegina. Yine. İçinde qo'shib beriladi. Dastavkisi, ustunovkisi, kranşteyni, maşin uchun bileti bizlere abone olup geliniz için 2 tane sovg'asi mutlaka tegina qo'shib beriladi. Tekinga bo'ladi. Tegina qo'shib beriladi. Endi qarang, bu yon tarafda 65'lik televizorlarımıza aksiyani zo'rin taklab qo'yganmiz. Voldo televizori Weber sistemada ishlaydi. 4K videolarni bemalol ochib biladi. Narxlari 8 milyon 800, 8,5 milyon sotib o'tiribdilar. Narxini 7,5 milyon so'mga qo'yib beraman. 7,5 milyona 65'lik 65'lik Weber. İşte Endi qarang. 65'lik Weber televizorini 7,5 milyona xarid etib turib, yanında o'zini firmasından 50'lik televizorni mutlaka tegina qo'shib beraman. Podarkasini mi? Podarkasini. Yine. Endi Hali siz- bo'lmadi. Hali bo'lmadimi endi? Ağa 7,5 milyonni 2'ye bölsangiz ham televizorni 2 so'mga tushib turibdi. Hisob. Size hisoblab ko'ralinglar kalkulyatorda. Hali u bilan cheklanib qolamiz. Bizlar videolarimizga like bosib, bizlar obuna bo'lib kelgan yurtdoshlarimiz ham 2 tadan sovg'a menga mamaliyat edadi. Misorovkisi ham bor. Misorovkisi ham bor. Kukunina bo'lan bor. Krashteyni ham bor. Dastavchi usturovkisi Mashina uchun bilet ham. Mashina uchun bilet ham bor. Yine. Endi qarang, masalan men buni olaman, men bundan masalan yaxshiroq variant desang, o'zingiz istalgan bir turdagi 65'lik televizorni xarid edasiz, yanında ichida ko'rib turgan 50 dyumlik televizori sizlarga mutlaka tegina qo'shib beriladi. Besplatniy bo'ladi. Besplatniy bo'ladi ağa. Yine. Endi qarang, dükkanda bo'lib turgan qisqacha aksiyalar haqida danıştırdık. Xudo qalasa endi kommentariya show g'oliblaridan aniqlaymiz. Yine. Uji qarang, gulli az qoldi, sentyabr oyida Spark g'olibi aniqlanadi. Uspet etib qolinglar. Bizdan kelib turib, bir dana maishiy texnika xarid etib turib ham siz bilet ega bo'lishingiz mumkin. Omadli mijoz aksiyasida qatnashib turib, siz mutlaqo tegini Spark ya Cobalt uchish imkoniyati sizga berilib turibdi. Esatbek yozgacha ish texnikasi yine podarkalarni berib turibsiz. Hem Spark hem Cobalt'a bilet taşıydı. Hem Spark hem Cobalt'a taşıydı. Zo'r. Yine. Yurtdoshlar xudo xolasa kelaverasizlar. Endi videomiz davomida shu kommentariya show g'oliblaridan aniqlaymiz. Ağa endi kommentariya show g'oliblarini aniqlaymiz. O'tgan videoni bomba etgansizlar. Kelib turib foydalangan yurtdoshlarimiz, shu videoga ham o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Kommentariya showini yana zo'r etib qo'yib beraman ağa. 4100 dana kommentariya bo'libdi. Endi g'oliblarni tasodifiy aniqlaymiz. 3 dana kolonka. 3 dana kolonka. 3 dana kolonka qo'ydik. Endi qarang, dealer 300 halollik foydadan ustun. So'nggi qolgan odam utib boraveradi. Ya'ni Oydinay degan profilimiz 1 2 3 4. Tebrik deymiz. Smile'dan yuborgan ekanda şimdi. Nasib etsin xudo xolasa. 100 dan ortiq kommentariy yozgan ekan. 45 dana ekan. 45 dana. Qarang yana. Dealer ikkinchi kolonkamiz g'olibi. Dealer 300 halollik foydadan ustun. So'nggi qolgan yurtdoshimiz Dilorom Yusupova degan. Yine 100 dan ortiq kommentariy yozgan ekan. Tabriklaymiz. Ertaga kelib turib bemalol kolonkangizni olib ketsangiz bo'ladi. 3-kolonkamiz g'olibi. Dealer 300 halollik foydadan ustun. Endi qarang. Humoyun degan yurtdoshimiz 97 dana kommentariy yozgan ekan. 3-kommentariy g'olibimiz bo'ldi. Xudo xolasa, endi kommentariy showga videoni portlatasizlar, like bosasizlar, do'stlarga jo'natasizlar. Ishida ko'rib turgan bir dana sifati zo'rimdan Misorovkangiz. Avon. Bir dana qarang, pichoq naboringiz, bir dana mont qozonizni, 3 dana sovg'ani kommentariy showga qo'yib beraman. Shu videomizga like bosib, kommentariy yozib, bizani uzoqdan yaqindan qo'llab-quvvatlab do'stlarga jo'natganingiz uchun qarang, 3 dana sovg'adan bir danasini sizga bo'lishi mumkin. Keyingi videoda aniqlaymiz. Yozaverasizlar, start ketdi, xudo xolasa hammaga birdek omad tilaymiz. Hammaning omadini bersin. Yine aksiyani qo'yib turibmiz. Aksiyani necha kun bo'ladi xudo? Faqat 5 kun, 5-avgustdan 10-avgustgacha bo'lib o'tadi. Kelaversa 5-avgustdan 10-avgustgacha bo'ladi. 5 kun bo'ladi. Ulgurib qolinglar, 6-kuni kelib xafa bo'lishi yo'q. Xafa bo'lishi yo'q. Uspet etib qolinglar. Gap yo'q. Xudo xolasa Asadbek, rahmat katta. Yangilik bo'lsa, premium yana kelish nasib etsin. Kelaverasizlar. Dida 300 premiumda shunday zo'r aksiyalar bo'lib turibdi, yurtdoshlar, kelaverasizlar. Hammangiz omadingiz bersin. Pastda telefon nomeridan qo'yib qo'yamiz. Telefon etsanglar yigitlarimiz batafsil tushuntiradi, aksiyalar bilan beminnat javob beradilar, xudo xolasa. Bemalol kelaverasizlar. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.